Assalomu alaykum. Bugun yosh iqtidor egalari 3-qism kitobining eng so'nggi 20-chi sonlarga oid masalalar mavzusini o'tamiz. Demak, bu mavzu ham nostandart mavzu bo'lganligi sababli aynan ma'lum bir qoidalar va formulalarni o'rgatish shart emas. Agar guruh darajasi yaxshi bo'lsa, bu mavzuni o'quvchilarni o'zi ishlay oladi. Ora-oradan chiqmagan savollarni ko'rib bersa bo'ldi sinf ishini. Agar guruh darajasi salgina bo'shroq bo'lsa, demak bu mavzuni 2 qismga bo'lib o'tgan yaxshi. Birinchi darsda shu har bitta savol uchun oldindan o'quvchilarga 5 minutdan vaqt beriladi yechim topish uchun. Undan keyin masalalar yechimi ko'rsatiladi. Demak, boshlaymiz buni. Birinchi masalaga 5 minut vaqt beramizda, birinchi masalaning yechimini beramiz. Ketdik. Birinchi masala. Abdurauf quyidagi 5 ta puzzle bo'laklarini to'g'ri birlashtirib, to'g'ri burchak hosil qildi. Natijada hosil bo'lgan misolning javobi 82 ga teng bo'ldi. So'roq o'rniga mos raqamni toping deyapti. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu 4 mana bu taraf bo'sh. 4 ni birinchi qo'ya olmaymiz, 5 ni ham birinchi qo'ya olmaymiz. Biz majburmiz birinchi bo'lib 3 ni qo'yishga. Endi 3 dan keyin nimani qo'yamiz unga sherik qilib? 3 dan keyin shaklini chizib qo'yadigan bo'lsak, mana bu qismi ozgincha bo'sh qolgan. Demak, mana bu joyga ikkinchi shakl bir qismi kirishi kerak. 4 kirmaydi, 5 ham kirmaydi. Demak, mana bu so'roq kirishga majbur bu yerga. So'roq kiradi. Undan keyin 4 bilan 5 ni qo'ya olmaymiz. 82 ga chiqish kerak yig'indi. Biz mana bu qo'shishni qo'yishga majbur bo'lamiz. Qo'shishdan keyin 4 qo'ysak bo'ladi, 5 ni ham qo'ysak bo'ladi. Faqat 5 ni qo'ysak, keyin 4 ni qo'ya olmay qolamiz. Birinchi bo'lib 4 ni qo'yamiz mana. Birinchi bo'lib 4 ni qo'yamiz. Undan keyin 5 ni joylashtirganimiz yaxshi. Bu 4, bu 5. Ana shu natija 82 chiqibdi. Demak, 82 dan 45 ni tashlaymiz. 12 dan 5 tersak 7. 7 dan 4 tersak 3, 37 bo'lar ekan. 37 bo'lishi mana 3 bor. Demak, so'roqning o'rniga 7 bo'lishga majbur bo'lar ekan. Birinchi masalamiz javobi 7. Ketdik ikkinchi masala uchun 5 minut vaqt va undan keyin yechim. Raqamlar ko'paytmasi 24 bo'lgan eng kichik 3 xonali son va raqamlar yig'indisi 12 bo'lgan eng katta 3 xonali sonning sonlar yig'indisini top deyapti bizga. Xo'p. Raqamlar ko'paytmasi 24 bo'lgan eng kichik 3 xonali son. Demak, 3 ta raqamni ko'paytirsak 24 chiqish kerak. Bu raqamlar qaysi? Masalan, 24 ni qaysi sonlar ko'paytmasi bo'yicha qilishimiz mumkin? 4 ko'paygan 6 ko'paygan 1 yoki 8 ko'paygan 3 ko'paygan 1. Boshqa vaziyat yo'q 3 ta raqam. Endi biz 146 dan ko'ra 138 qo'yganimiz yaxshi. Raqamlar ko'paytmasi 24 bo'lgan son. Endi raqamlar yig'indisi 12 bo'lgan eng katta 3 xonali son deyapti. Raqamlar yig'indisi 12 bo'lish uchun birinchi xonaga 9, undan keyin 3 qo'ysak 12 bo'ladi. Demak, oxirgisiga 0 qo'yamiz. Shunda eng katta 3 xonali son bo'ladi. Yig'indisi 12 bo'lgan. Raqamlar yig'indisi 12 bo'lgan. Bu ikkalasining yig'indisini so'rayapti. 930 ga 138 qo'shamiz. 8, 6, 10. 1068 degan javob chiqadi. Ketdik. 3-chi masala uchun 5 minut vaqt va undan keyin yechim beramiz. Yuzlar xonasiga yaxlitlanganda 500 hosil bo'ladigan eng katta va eng kichik natural sonlar yig'indisini toping deyapti. Xo'p, yuzlar xonasigacha yaxlitlashimiz kerak. Masalan, eng kattasi qaysi? 550 bo'lsa, o'zi yuzlar xonasiga yaxlitsa 600 bo'lib ketib qoladi. Demak, 549 oladigan bo'lsak, yuzlar xonasigacha yaxlatsak, bu 500 ga teng bo'ladi. Chunki bu 500 bilan 600 orasidan 500 ga yaqin. Endi 500 bo'lish uchun eng kichik natural son bu 450. 449 olsak, yaxlitlaganimizda 400 ga o'tib ketib qoladi. Shu ikkalasining yig'indisini top deyapti. Bu 999 degan javob chiqadi. Xo'p, keyingisi 4-chi masala.
Mana buni 3 ta 3 ta ajratsak 67.349.521 soni uchun quyidagi tasdiqlar to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang deyapti. Har bir sinfdagi raqamlar yig'indisi 2 xonali son. Sinf degani mana bu 3 ta 3 ta xonani ajratsak shular sinf bo'ladi. Mana bu birinchi sinf yuzlar sinfi deyiladi. Keyingisi minglar sinfi deyiladi. Undan keyingisi millionlar sinfi deyiladi. Har bir sinfdagi raqamlar yig'indisi 2 xonali son tashkil qiladi deyapti. Millionlar sinfi 6 ga 7 6 ga 7ni qo'shsak 13 bo'ladi. Minglar sinfi 3 ga 4 7, 7 ga 9 16 to'g'ri. 5 ga 2 7, 7 ga 1 da qo'shsak 8. Har bir sinfdagi raqamlar yig'indisi 2 xonali sonni tashkil qiladi deyapti. Bu xato. Yuzlar sinfi unaqa emas. Yuzlar xonasidagi raqam bu 5. 100 minglar va birlar xonasidagi raqam 100 minglar va birlar xonasidagi raqamlar yig'indisiga teng. Birlar xonasi 1, 100 10 ming, 1000, 10 ming, 100 ming. 100 minglar xonasi 3. 3 ga 1 da qo'shsak 4 chiqadi. 4 5 ga teng emas. Bu ham xato. Keyingisi millionlar sinfidagi raqamlar yig'indisi qolgan barcha sinfdagi raqamlar yig'indisidan kichik. Yo'q. Yuzlar sinfidagi raqamlar yig'indisi 8 ga teng. Millionlar xonasidagi raqamlar yig'indisi 13 ga teng. Undan katta. Bu ham xato. Uchalasi ham xato ekan. Xo'p, keyingi savol 5-inchisi. Oqila 4, 5, 6, 7, 8, 9 raqamlaridan bir martadan foydalanib ikkita 3 xonali son tuzdi. U tuzgan sonlar yig'indisining eng katta va eng kichik qiymatlarini toping deyapti. Xo'p. Ikkita 3 xonali son tuzsin, u eng katta bo'lsin. Eng katta bo'lishi uchun birinchi yuzlar xonasi eng katta qilganimiz yaxshi. Mana 9, 8 qo'yamiz. 9 bilan 8 ketdi. Keyin 7 bilan 6 ni qo'yamiz. Keyin 5 bilan 4 qo'yamiz. Bu jugalasi eng katta. Qo'shadigan bo'lsak 9, 13 birdilda 18. 1839 chiqadi. Eng katta qiymat 1839 chiqadi. Eng kichik qiymati esa teskarisi bo'lishi kerak mana. 4 qo'ysak 5, keyingisiga 6 7, 6 7, 8 9. Qo'shamiz 17 birdilda, 13 14 birdilda, 9 10. 1047 degan javob chiqadi. Tamam. Keyingisi 6-masala. Erkin 1 2 3 5 6 7 raqamlardan bir marta foydalanib ikkita 3 xonali son tuzdi. U tuzgan sonlar ayirmasining eng katta va eng kichik qiymatlarini toping deyapti. Demak, ayirmasi eng katta bo'lish uchun birinchi tuzgan sonni imkon boricha eng katta qilishimiz kerak. 7 6 5. Ikkinchi tuzgan sonni imkon boricha eng kichkina qilishimiz kerak. 1 2 3. Ayiramiz. 2 4 6. 642 chiqadi. Endi ayirmasi eng kichik qiymatga erishishi uchun tuzgan ikkita son bir-biriga juda yaqin bo'lishi kerak. Bir-biriga yaqin bo'lish uchun masalan necha deymiz? Birinchi son 6 bilan boshlansa, ikkinchi son 5 bilan boshlansin, yaqinroq bo'lish uchun. Shunda mana bu tuzgan sonni ikkinchi sonimizni imkon boricha kattalashtiramiz, 7 qo'yamiz. Birinchi sonni imkon boricha kichkinlashtiramiz, 1 qo'yamiz. 6 7 1 5 ketdi. Endi mana buni imkon boricha kattalashtiramiz, 3 qo'yamiz, bunga 2 qo'yamiz. Bo'ldi, shular ayiramiz endi. 12 dan 3 tersak 9, 10 dan 7 tersak 3. Eng kichkina qiymati demak 39 chiqadi. Hop, keyingi savol. Sonidan eng kichik son hosil bo'ladigan qilib Sardor 3 ta raqamni, Nodir esa 4 ta raqamni o'chirdi. Ular hosil bo'lgan sonlar farqini toping deyapti. Eng kichik son hosil qilish kerak. Sardor 3 ta raqamni o'chirgan. Demak, 3 ta raqamni o'chirishi uchun imkon boricha birinchi xonaga 1 qoldirganimiz yaxshi. Birinchi xonaga 1 qoldiramiz. Undan keyin 1 dan keyin 0 qoldirganimiz yaxshi.
Lekin 4 ta raqamni o'chirishga majbur bo'lamiz. 0 qoldira olmaymiz. Demak, ikkinchi xonaga 2 qoldirar ekanmiz. Undan keyin 7 ni o'chirib tashlaymiz. 6 ni o'chiramiz. Undan keyin 0 qoldirganimiz yaxshi. 4 ni o'chiramiz. Shunda Sardor natijasi 120,819 bo'ladi. Endi xuddi shunday qilib Nodir natijasini topamiz. Nodir 4 ta raqamni o'chirish kerak. Demak, birinchi xonaga 1 raqam qoldirgani yaxshi, ikkinchi xonaga 0 qoldirgani yaxshi. 4 tasi o'chiradi. Shunda Nodir natijasi 10,819 bo'ladi. Bu ikkalasini bir-biridan ayiradigan bo'lsak, 0 0 0 0 1 1 110,000 degan natija chiqadi. Demak, keyingi masala 8-masala 6185 sonidan erkin eng kichik son hosil bo'ladigan qilib ikkita raqamni o'rnini, Asadbek esa eng katta son hosil bo'ladigan qilib ikkita raqamni o'rnini almashtirdi. Ular hosil qilgan sonlar farqini topyapti. Demak, 6185 dan eng kichik son hosil qilish uchun birinchi xonaga 1 ni qo'ygan yaxshi. 1 ni qo'yishimiz uchun 6 bilan o'rin almashish kerak. Shunda 1685 ni hosil qiladi erkin. Asadbek esa eng katta son hosil qilish uchun birinchi xonaga 8 ni qo'ygan yaxshi. Birinchi xonaga 8 ni qo'ysa, 6 bilan 8 ni o'rnini almashtiradi. 8165 bo'ladi. Bu ikkita sonning farqini topyapti. 8165 dan ayirib tashlaymiz 1685 ni. Shunda 0 16 dan 8 8 bo'ladi. 10 dan 6 ni ayirsak 4 bo'ladi. 7 dan 1 ayirsak 6. 6480 degan natija chiqadi. Hop, keyingi 9-masala 80 dan 1 gacha bo'lgan sonlar ketma-ket kamayish tartibida bir qatorga yozildi. 27-o'rindagi va 54-o'rindagi raqamlar ayirmasini topib deyapti. Mana 80, 79, 78 va hokazo birgacha sonlar ketma-ket yozilgan. 27-o'rinda qaysi raqam bo'ladi? Shuni topishimiz kerak mana. Har bitta son ikkita raqamdan tashkil topgan. Demak, 27-o'rinda 27-raqam bo'ladi. 27 ni demak 2 ga bo'lsak, hop 13 dan beramiz 26, ayirsak 1 qoldiq. Demak, 80 dan 13 ayirib tashlaymiz. 80 dan 13 ayiramiz 67. 67 dan 80 gacha 13 ta son bormi? Uni topishimiz uchun 80 dan 67 ni 1 qo'shsak 14 bo'lib ketib qoladi. Demak, 68 dan ekan. 68 dan boshlab toki 80 gacha, mana bu yoqgacha 13 ta son bor. 13 ta son 26 bo'ladi. Hop, undan oldin 67 bo'ladi. Mana bu 7, mana bu 7 raqami 27-o'rin bo'ladi. Biz 27-o'rinni topdik. Orqadan boshlab yozib kelsak, mana bu 26 ta o'rin ketdi. Mana bu 7, 27-o'rin bo'ladi. Xuddi shunday tartibda 54-o'rinni topamiz. 54 ni 2 ga bo'lsak 27 ta son bo'lish kerak. 80 dan 27 ni olamiz birinchi. 53 bo'ladi bu. Endi 53 dan toki 80 gacha olsanglar, 80 dan 53 ta ayirsanglar 27 ta, bir qo'shsanglar 28 ta son bo'lib ketib qoladi. Demak, 54 dan boshlangan ekan. 54 dan boshlab toki 80 gacha borsanglar, mana shu yerda demak 80 dan 54 ta ayiramiz 26, bir qo'shamiz 27 ta son bor. 27 ta son ikkitadan hisoblasak, jami 54 ta o'rin bo'ladi. Demak, orqadan boshlab hisoblab kelganimizda mana bu 5, eng oxirgi 54-o'rin bo'ladi. Demak, 54-o'rindagi raqam 5 ekan. Shu raqamlar ayirmasini topyapti. 7 dan 5 ta ayirib qo'ysanglar bo'ldi. Javob 2 chiqadi. Hop, keyingisi 10-masala 14 dan 78 gacha bo'lgan barcha ikki xonali sonlar yozib chiqildi. Ya'ni 14, 15. Biz buni yozib olamiz shuni. 14, 15, 16, 17, 18, 19 bo'ldi. 20 bu yoqdan boshlab yozamiz. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Raqamlar yig'ini topyapti. Mana 30, 31, 32 va hokazo 39 bo'ladi. Mana bu 29 ga boraylik. Buni 39 ga boramiz. Bu 40 dan boshlab toki boramiz 49 gacha. Keyingisi
50 dan boshlab boramiz 59 gacha. Keyingisi 60 dan boshlab boramiz 69 gacha. 70 dan boshlab boramiz toki 78 gacha. Ana endi har birini hisoblaymiz. Mana birinchisi bilan oxirgisiga e'tibor bermay turamiz, chunki oxirigacha bormadi u. Mana bu yerga qaraydigan bo'lsanglar, raqamlarni qo'shayotgan paytimizda hammasini ketma-ket qo'shamiz faqat bunaqa qonuniyat asosida. Ya'ni bu yerda 10 ta 2 bor. 10 ta 2 20 bo'ladi. Keyingisi 1 dan 9 gacha yig'indi. Bu 45 bo'ladi. Plus 10 ta 3 bor. 30 bo'ladi. Keyingisi 45. Keyingisi 4 kara 10 plus 45 bo'ladi. Keyingisi 5 kara 10 plus 45 bo'ladi. Plus keyingisi 6 kara 10 plus 45 bo'ladi. Plus endi mana buni hisoblaymiz. Mana bu yerda hop 6 ta son bor. Bu 6 ta 1 degani. 6 kara 1 bo'ladi. Plus 4 dan 9 gacha yig'indi. 4 ga 5 9 15 15 ga 22 30 39 bo'ladi. Plus mana bu 70 dan 78 gacha 9 ta son bor. 9 ta son bor. 9 kara 7 63 bo'ladi. 1 dan 9 gacha 0 dan 9 gacha yig'indi 45, undan 8 da hisoblamasak 36 bo'ladi. 36 bo'ladi. Ya'ni 0 dan 8 gacha qo'shib 36 chiqadi. Endi shularni hisoblaymiz mana. Mana bu 20 ketdi. Mana bu 30, mana bu 40, mana bu 50, mana bu 60. Shularni hisoblaymiz bitta. 20 qo'shuv 30 qo'shuv 40 qo'shuv 50 qo'shuv 60 teng bo'ladi bu 50 ga 40 90 90 50 140 bu 200 chiqadi. Endi mana bu 45 ta hisoblaymiz. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta 45 bor. Mana bu ikkilasini hisoblasak, bu ham bitta 45 bo'ladi. 6 ta 45 bor. 6 ta 45 degani 6 kara 45. Bu 270 ga teng. Keyingisi 63 bilan 36 qolib ketdi. Bu ikkilasini qo'shib qo'ysak 99 chiqadi. Hammasini qo'shamiz. 9 16 birildi. 569 degan javob kelib chiqadi. Demak 10-chi masalamiz javobi 569 ekan. Hop, keyingi masalamiz mana 75, 76 va hokazo 110, 111, 112 gacha bo'lgan yozilgan sonning raqamlari yig'indisini top deyapti. 75 dan boshlaymiz. 75, 76, 77, 78, 79. 80 dan boshlab toki 89 gacha yozilsa bu muammo emas. 90 dan boshlab 99 gacha yozilsa muammo emas. Endi 100, 101, 102, 103, 104 va hokazo 109 gacha yozilar ekan. Keyingisi 110, 111, 112. Bu ham jamoa emas. Endi har bittasini alohida hisoblaymiz. Mana bu yerda mana bu yerda 5 ta 7 bor. Bu 35 bo'ladi. Plus 5 ga 6, 5 ga 6 11, 11 ga 7 18, 18 ga 8 26, 26 ga 9 35. Mana bu yig'indi 70 chiqadi. Endi mana buchu 80 dan 89 gacha 10 ta son bor. 8 ta 10 bor degani bu 0 dan 9 gacha yig'indi 45 bo'ladi. Demak bu 80 plus 45 ya'ni 125 degani. Keyingisi 90 dan 99 gacha 90 plus 45 bo'ladi. Bu 135 bo'ladi. Keyingisi mana bu yerda 100 dan 109 gacha 100 dan 109 gacha 10 ta 1 bor, 10 ta 0 bor va 45 bor. Hisoblasak, buni qiymati 55 chiqadi. Bunisini alohida hisoblab qo'yamiz. 3 ta 1, 3, yana 3 ta 1,
yana 3. Jami 9. Bu hammasini qo'shamiz. Xo'p. 70 ga qo'shamiz 125. Bu 195 ga teng plus 135 ga qo'shamiz 55. 5 ni bersak 140 bo'ladi. 50 ni bersak 190 bo'ladi. Mana 9 bilan 199 bo'ladi. Bu 4 bir dilda 18 19 bir dilda 3 394 degan javob kelib chiqadi. 11-masalamiz javobi 394 ekan. Keyingisi 12-masala. 230, 231 va hokazo 280 gacha bo'lgan sonlarning raqamlari yig'ini hisoblashimiz kerak. Demak, qaranglar. Hamma son 230, 231 har bir son 3 xonali. Hammasi 2 bilan boshlanadi. Birinchi bu 280 dan 230 ni ayirib 1 ni qo'shadigan bo'lsak, bu yerda jami 50 bitta son bor. 50 bitta sonni har biri 2 raqam bilan boshlangani uchun 50 bitta 2 ni qo'shib qo'ysak 102 chiqadi. Bo'ldi. Endi biz mana boshdagi 2 larni hisobga olishimiz shart emas. Endi mana 30 dan boshlab hisoblaymiz. 39 gacha. 40 dan boshlaymiz, hisoblaymiz 49 gacha. 50 dan 59 gacha. 60 dan 69 gacha. 70 dan 79 gacha. Va 80 ni o'zini alohida qo'shib qo'yamiz. Xo'p, 30 dan 39 gacha 30 plus 45 bo'ladi. 40 dan 49 gacha 40 plus 45 bo'ladi. 50 dan 59 gacha 50 plus 45 bo'ladi. 60 dan 69 gacha 60 plus 45 bo'ladi. Plus 70 dan 79 gacha 70 plus 45 bo'ladi. Plus mana bu 80 da 8 ni o'zini alohida qo'shib qo'yamiz. Shular hammasini qo'shsak bo'ldi. Mana bu 102 bilan mana bu 8 ni qo'shsak bu 110 bo'ladi. Plus 30 ga 40 70 120 180 250 bo'ladi. Plus 45 dan nechta ona? 1 2 3 4 5 45 dan 5 ta ekan. Hisoblaymiz. 260 360 360 ga qo'shamiz 225 ni. Bu 585 degan javob kelib chiqadi. Demak, qolganini videomizning ikkinchi qismida tushuntirib o'taman. Demak, uyga vazifani ham shu 1 dan 12 gacha berib yuborgan eng qulay va afzal variant. Chunki ancha kerakli bo'lgan masalalar, nostandart masalalar bor bu yerda. Shu 12 ta masalani yaxshi ishlab o'rganib kelishsa, bir dars uchun yetarli bo'ladi. Mavzuga doir tushuntirishlarimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.